Assalomu alaykum, sevimli azizlar. Qanday yaxshimi? Obdan turibsizlar. Bugun biz Qiyadagi o'quvchining Ahuzari nomli kitobni o'qishni davom qilamiz. Bu kitob qirg'iz yozuvchisi Chingiz Aytmatov bilan qozoq shoiri Muxtor Shaxonovning suhbati asosida yozilgan bir suhbat xotirasi. Oldingi o'qigan mazmunda biz Aytmatovning bolaligi, oilasi, ularning beshiq kelgan kulfatlardan o'tib Qozog'iston shoiri, qozoq shoiri Muxtor Shaxonovninki hikoyasi kelgan tuq. Shu yerdan boshlab davom qilamiz. Salom soatdan keyin ular meni o'ng so'zlashishga elib chiqdi. Muxtarjon, sen boya noy boshliqlarga bir taklif beribsan. Mo'ng'ul olam uchqchisi sening mehmining. Do'sting bo'lg'achqa xalqimizning izzat hurmatini ko'stimiz. Әмді өзің айтқандек отырарның hürmetlik yarani degan nomni berishimiz qandaq bo'larkin? Оның ota boğulары shuncha rehimsizlik qilmagan bo'lsa, hozir 5 kunlik yerdan o'tirarning ko'k munolari ko'zni qamashtirib turmasmidi? Faqat o'tirarlar emas, sir bo'yidagi yer yuzidan yo'qolib ketgan 42 shaharni nega qo'yamiz? Gurraqchining nima gunohi bor deydigansan? Ras, uning tirnoqchilik gunohi yo'qligini biz yaxshi bilamiz. Biroq Gurraqcha ota-bovularının rəhimsizlik üçün azraq qan davası nöqtəsində cavabkar bolduğandı. Buni tarixiy xatirinin çıxarğan hökümü dep bilgen tüzük. Ötken işqa adavət saqlaş ürbatidimizdə yo'q. Biroq uni unutmasligimiz kerak. Aşu taraflarını o'ylanib ko'ygin deyishib, 3 bo'y otlarga minishib kelgan yo'li bilan ketishdi. Beşimdən bir çilek su quyib etgəndək səygib getdim. Özümnің qılqıdan uyulub, uzunğaş turub qaldım. Ya pirimey, talay kişilərini ağzımı qaratqan şair bolsammı, mavu xəzini qalib, tarix gözümü ötüverlərdən yanıl tüvən ikən mənğu, dedim. Dadam isim keldi. To'g'ri, uning 9 yoshgacha o'tirarning qahramonligini qayta aytib berishning tigida mushundaq cho'nqur ma'nining yotqanligini kim o'ylabdi? Keyin Gurraqchiga mo'tvarlar bilan bo'lgan suhbatni aytib edim. U avlingda har bir bosgan qadamini unutmaydigan, o'z millatining tarixini qo'g'daydigan mushundaq mo'tvar bo'ylarning bo'lishimi sening shoirlik baxting, dedi chin niyati bilan. Aytmatov: Ha, haqiqatanmi qiziq bo'lgan ekan. Avlodlarga ziyon yetkazmaslik uchun hal qilg'uch sharoitlarda har bir qadamni avaylab besish to'g'risida oz so'zlanmagan. Biroq bundaq ishlar har qachon ashundoq bo'lavermaydi. Olamning yerimini rehimsizlik bilan bosh egdirgan Chingizxon buni o'ylamaganmikin? Biroq mana bir necha asr o'tdi. Demisimi Gurraqchining gunohi yo'q. Uni ovulingdagi mo'tavarlarmi tuyibdi? Tarixiy asliklar bilan hisoblashmaslik manqurtlik bo'ladi. Ya'ni o'tmishingni unutsang, arvohlarning qarg'ishiga, buguning bilan yashasang, kelajakning topitanisiga qolasan. Mushu men ayni chaqda kitob o'qish xotirasi yozgan vaqtida men astiq sizib yozib olgan jumla shudi. Esim keldi, yana bir o'qib berayin. O'tmishingni unutsang, arvohlarning qag'ishiga, buguning bilan yashasang, kelajakning topitanisiga qolasan. Shundoq bo'lsa-mu, o'tgan davrlarning sarg'aygan varaqlarini aqtirib ko'rsak, kimlarning ko'ksiga kimlarning tizi patmagan? Tarixiy asliklarni esdan chiqarmaymiz. Deb Chingizxon uchun butkul Mo'ng'ul xalqini, Gitlerni deb butkul German xalqini ayblashga nima huquqimiz bor? Masalan, o'z vaqtida Angliya bilan Fransiya o'rtasida 100 yil urush bo'lgan. Buning uchun inglizlar bilan fransuzlar bir-birini ayblashib, yuz o'rishib ketmagan-ku. Demak, tarixiy aslikning tor chembiri ichida qolsak, millat sifatida yaxshilik ko'rmaymiz. Uni unutib qolsak, ma'naviy manqurt aylanib ketamiz. Zoti isl xalq dunyoviy o'rtaq ma'naviy madaniyatga tayanib, mushu tarozining ikki beshini tang tutadigan aql farosatga ega bo'ladi. Mana shundaq as-hush beradigan, ertaki kun uni o'yiltadigan tuzuklari bo'lmagan bo'lsa, ko'rgan tutquni ko'p bu dala Ovul akademiyasi deb atalmagan bo'ladi. Shaxonov: Balalik chig'imizda yashangan kishilar petayotgan kunga qarab, umrining ko'pi ketib, ezi qoldi deb puchilinib ketadi. Sizga ko'pni ko'rgan ko'nlardan anglagan muno hikoyamni so'zlab beray. Burunqi zamonda Sir daryosi bir tunda qinidan teshib ketib, qirg'oqda o'tiraqlashgan bir boyning mol-mulki, jon-jonivorlarini butunlay yalmab ketibdi. Boy nolib faryod qilib qirg'oqqa aran chiqibdi-da, dirildab titrab turib, "Ya Xudo, mol chorvamni aman qilg'aysan" deb shig'labdi. Bu voqeani ko'rib turgan bir ko'rang boy yigit boyning so'zi kulib, "Oqsoqol, yishingiz 70dan eshibdi, hamma narsangizdan ayrildingiz. Endi sizga nədiki mol chorva" deb
itini qamchilab ketib qapti. Bu o'rilib o'ngtirilib turadigan o'tni olam emasmi? Bir yili jutda qattiq qurg'oqchilik ofati yuz berib, yiliq po'chilik qilib ketgan boy yigit hamma milidan ayrilib, och-yalang'och qilib, bara yeri yo'q tilamchi bo'lib, el qidirib, suv eqinini bo'ylab yuribdi. Qo'sqa och, ko'ngliga mung to'lgan holda Sir daryosini bo'ylab ketyotsa, yiroqdan mo'risidan is chiqayotgan uy ko'rinibdi. U uyning oldiga borsa, bir ayol chiqib, uni to'rga boshlabdi. Ham qo'sqining och keligini bilib, tomoq keltiribdi. Uyning bir bulungida 3 bola o'shiq o'ynab o'ltirgan ekan. "Tamoq yeb o'ltiring, erimmi kelib qolar" deb ayol o'z ishi bilan band bo'pti. Biroz vaqt o'tgandan keyin uyga soqoli kindikiga tushgan yiliq oqsoqol kirib kepti. Ular bir-birini darhol tanibdi. Tamoq yeyilib bo'lgandan keyin oqsoqol mehmonni qarab so'z boshlabdi. "Sen shu chog'da masxara qilib ketgandan keyin daryoni bo'ylab yurib ketdim. Oxiri o'li chayqalmay mazmut turgan mushu yurtqa yo'liqdim. Bu yerdagilar qayg'u-hasratimni bilgandan keyin qanot ostiga elib yordamini oyimadi. Bu yengang tul o'ltiribdikan, uy o'choqliq bo'lishdiq. Boyliqim mau 3 tentak va 10 necha tuyoq mol. Shu chog'da mol chorvamni aman qilg'aysan deb varqirganim mushu edi. Tilikim o'rinda oldi. Allohga ming shukr. Boyliq degan qo'lning kir emasmi? Tova, sen shu chog'da shundoq yo'g'onchilik qilding. Baxt va boyliqdan ko'zingga moy to'shib qaptikan. Endi sen bugun manga, ät sana degan hikmatning haqiqatligini tushungansan. Bundaq uzun hikoyani so'zlashimning sababi ichga. Shu donishmand buvayga o'xshash tug'ilgan yeriga tapon terib, "Ey Xudoyim-ey, mol chorvamni aman qilg'aysan" deydigan chog' bizgami keladi? Aytmatov. Bu aytganlaring o'rinliq. Ömürning oz qismi qoldi. Benda bo'lganligi kishining hammasiga taqdir, mol chorvamni aman qilg'aysan deydigan vaqtlar yetibmi kela. Shu chog'da mayli kim bo'lsin, hayot daryosining hisobsiz to'siq sinoqlaridan aman o'tib, ot ko'tarmay yashash naqadar zo'r baxt-a? Shaxonov. Iňalap dunyoga kelgan har bir sabiyning o'ng so'lini bilib qatorga qo'shib, azmat bo'lganga qadar ta'lim tarbiyachisi, mehribon va rahimsiz sinchisi, baholag'uchisi bo'lgan mushu qizil qumda yantoq deydigan bir o'simlik bor. Bu qog'ining mingsini qaynatgan pishg'irim issiqda yop-yeshil yashnab, 40 g'ulat cho'nqurliqqa yildiz tortib, dashti cho'lning bag'rida qad ko'tarib turadi. Qamg'oq degan boyqush bo'lsa, ko'chma qum va shamolning erki bilan to'plashib, goh u yerga, goh bu yerga ko'chib, soydan soyga yumulinib yuradi. Mana bu yiltizsizlik degan shu. Tomirni yer osti so'llargacha bog'laydigan yantoq o'z o'rnida qelaverdi. Aytmatov. Odamlarmi shuningga o'xshash. Xudoyim kelgusi avlodlarga yantoqning cho'nqur yiltiz tortadigan ro'yini ato qilsin. Tizgini shamolning ilkidagi qamg'oqning ma'nisiz hayotidagi hayotdan yiroq qilsin. Undaq zaiflar jamiyat uchun har qanday zamonda xavflik. Mundaq bir rivoyat bor edi. Tuyuqsiz dushman qo'liga tushib qelib qulluqqa setilgan, umurtqasi qatmagan bir kichik bola yillarning o'tishi bilan kindiqqini tamgan yerini, pəpilab o'stirgan ota-onasini unutishga boshlabdi. U yoqi yurtda yaxshi yomonni boshdan o'tkazib, chidam g'ayratiga tayanib, oxiri o'zga yurtning hukmroni bo'ldi. Yillar o'tib, yashangan mezgilda yiroqdan kelgan karvon uningga yurtining bir tup shevqini yetkazibdi. Мәззілік шivaq purqi hukmronning esiga balaliq chog'laridagi beg'ubor davronlarini, mungsiz, qayg'usiz o'tgan kunlarini eslatibdi. Ko'zlaridan marvoyitdek yoshlar to'kilib, qalbida ko'tarilgan yurtiga nisbatan kuchlik sig'inish uningga orom bermabdi. U buningga sabr toqat qilolmay, talay kishilarga armon bo'lgan toji taxtini tark etib, boyliq dunyoga qilchi nazarini sanmay, tulporini egarlab, tug'ilgan yeriga qarab ochchab turgan ekan. Deyishidi. Tug'ilgan yerni suyish. Umrvoyat o'z yeriga bog'lanib qilish deganlik emas. Qiya-chiyog'i to'lgan olamga nazar solmay, suyim beshimda, qabram qishimda deb tirajab turib olsaq, bu ko'niliq bo'ladi. Mundaqcha aytganda, oyga chiqmas ko'lga o'xshash, o'z-o'zimiz bilan bo'lib ketib, dunyoviy taraqqiyot va madaniyatdan xabarsiz qolamiz. Masalan, sening o'tiraring bilan mening shekarimning bir muncha yoshlari hozir dunyoning bulung puchqoqlariga ketdi. Bir muncha shu yerlarda belim elib, shu yerlarda o'ltiraqlashib qolmoqda. Bo'vlarimiz aytgandek, tishingning borida go'sh ye,
Ko'zingning barida shäkö dep yosh, qaysar chog'larda nazar doirasini ko'proq ichib, dunyoning o'y cho'nqurini ko'rib chiqqanga nima yetsin? Shundaqdimi yer sharining qaysi bo'lkida, ekvatorida, qaysi belvag'ida turayli yana keladigan, seg'inishni bosadigan to'mir qo'ziqimiz tug'ilgan ona yurtimizdir. Uningdan ro'yi bag'inishingni uzmasanglar beshingni silaydi. Chunki boshqa yer, o'zga havo, yot suv uning o'rnini to'ldirolmaydi. Biz tug'ilgan yerimiz bilan son-sanoqsiz rishtalar orqali bog'lanib turdikanmiz. Baştaki şiirinde aytilgandek, her kişinin öz anasından başka yana 4 anası buluş gerek. 4 ananın en uluğu tug'ilgan yer degan fikriga qo'shilaman. Men tug'ilgan yersizmi yashayalayman? Tug'ilgan yer meningsiz hayot kechiralaydi, tug'ilgan yer meningsiz hayot kechirolmaydi degan kimlarningdir cho'ngchiligi bizga yot. Aksicha tug'ilgan yer bizningsiz gullab yashnaveradi, lekin biz uningsiz yuksaklikda parvoz qila olmaymiz. Shuningga ogoh va dono bo'laylikki, tug'ilgan yer bor ekan, bizmi bor. Kitapның birinci babı, yani 4 ana degan bu bab mushuning bilan oxirlashdi. Yani özünün ana tuprog'iga yıldız tatish, bu yerga yıldız tatishni eng oxirida Chingiz Aytmatov nihoyat güzel bir şekilde xulosalabdi. Deydiki, yıldız tatish deganlik o'zining yuzidan chiqmay, u yerga tapan terab turaverish deganlik emas, balki ma'naviy dunyoning jahon ko'rish, dunyoni aylanish, taraqqiyotga yetishish, bilim egallash, ammo o'zining tug'ilgan yurti va vataniga bo'lgan ro'yi beg'ini davomli ching tutib shu yerga yıldız tatish kerak deb. Birinci bab müşahede tügidi. Ertadan başlap ikinci babını devam qilamiz. Davamını kelerki sanda o'qiymiz. Xayr xo'sh, Allohga emanet.